Bugun sizlar bilan Shvetsiyada eng mashhur bo'lgan sambo munosabatlari haqida gaplashamiz. Shvetsiyada sambo munosabatlari juda ham keng tarqalgan. Birga yashaysan, lekin rasman turmush qurmagansan. Sambo bu to'laqonlik oila hisoblanadi. Faqatgina rasman turmush qurmagansan va pasportda hech qanday shtamplarsiz oila degan. Sambo munosabatining afzalliklari shvedlar uchun. Shvedlar ortiqcha mashmashalarni yoqtirishmaydi. Ular ortiqcha qog'ozbozlik, bosh og'riqlarini yomon ko'radi va shuning uchun Shvetsiyada sambo munosabatlari juda ham keng tarqalgan. Lekin shunga qaramasdan ular bemalol farzandlarini birgalikda butun bir oila bo'lib katta qilishadi. Shvetsiyada sambo munosabatlari qonuniy tan olingan va mol-mulklar taqsimlashi ham qonuniy himoyalangan. Lekin bu himoya albatta qonuniy nikoh kabi emas. Sambo munosabatlarida kimdir vafot etsa, ikkinchi parasiga mol-mulki shunchaki to'g'ridan to'g'ri o'tib ketmaydi agar vasiyatnoma yozilmagan bo'lsa. Bu juda ham qiyin. Qonuniy munosabatlarda o'zingizlar bilasizlar, agar er o'lsa, xotiniga hamma narsa qoladi. Xotini vafot etsa, eriga hamma narsa o'tadi. Sambo munosabatlarining yana bir afzalliklari, siz o'sha inson bilan yashab ko'rasiz va xarakterini yana ham yaxshiroq tushunasiz. Agar siz bu munosabatlarni to'xtatishni xohlasangiz ham ortiqcha gurgurlarsiz, ortiqcha xarajatlarsiz, ortiqcha qog'ozbozliklarsiz munosabatlarni tugatishingiz mumkin. Lekin shunaqa bo'lsa ham Shvetsiyada juda ham ko'p sambo paralarni uchratganman va ofitsialniy barakda yashayotgan oilalardan ko'ra aynan sambo oilalari ko'proq birga yashashadi va buni sababini bilmayman, balki qancha o'rtada erkinlik bo'lsa, shuncha odam bir-biridan zerikmaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar qanaqa qaraysizlar bu sambo munosabatlariga? Kommentariyada yozib qoldiringlar, javobinglarni kutaman.